Ona bu borliq. Ona butun olam. Ona bu eng iliq qo'llar, bu xotirjamlik, cheksiz mehr. Yillar o'tgan sari ona, onajon, oyijon degan so'zni boshqacha qadriga yetar ekansan inson. Ulg'aygan sari bu so'zga judayam muhtoj bo'lib qolar ekan har bir inson. Qani endi vaqt ortga qarsa-yu, ana o'sha jajji qizchaga aylansang, bolachaga aylansang, tizzalariga bosh qo'ysang, so'zsiz tushunadigan mehr ummonidir ona. Sog'inar ekansan odam. Inson ulg'aygan sari shunchalar onaga muhtojlik kuchayib boraverar ekan. Hayratlanarlisi bilasizmi nima? Sevgan yoring, jigargo'sha farzanding, hatto eng yaqining mehri ham mana shu bo'shliqni qalbdagi to'ldirmas ekan. Ona hech qachon ranjimasin, bu gunoh, bu mumkin emas. Chunki u ona. Robbim oyoqlari ostiga jannatlarni tashlagan buyuk siymo. Siz mening onamsiz deb bag'riga bosh qo'ying, yuzlariga termuling, hatto shu nigohlaringiz uchun ham Robbim sizga ajr savoblar beradi. Har kunni g'animat bilaylik, shoshiling.